O Shahriyor. Uzr o'rtoq, uyg'otib yubordim. Srochniy Mirzulobiy metroning yoniga kela olasanmi? Sen jinni-pinni bo'lib qolganmisan? 2 soat nima balo qilding? O'rtoq, kelmasang bo'lmaydi. Ko'tar edi Shahriyor, ko'tar. Ketdik endi, kelmasa ham kerak. Keladi javob. Sinfdoshlar. Tinchlikmi? Zohir. Yaxshimisan o'rtoq? Yaxshimisan? Salomatmisan? Rahmat. Sherzod? Ha, Badriddin, yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Yaxshi. Nima vaqma qilasan, o'zimiz eski qadrdonlar ekan-ku. Ha, qadrdonlarimiz. Yaxshi keldingmi o'rtoq? Ha, yaxshi, o'zingchi? Yaxshi. Tinchlikmi ish qilib? Ha, o'rtoq mayli, biza bora qolaylik, kech bo'lib qoldi endi. Ha? Ha? Mayli. Ha, ketyapsanmi? Voy, ha. Haq ketyapsanlar. Bo'pti, charchamayli. Tushunmadim. Tinchlikmi? Yo, nima, urushib qoldilaringmi? Yo'q, urush qolmadik o'rtoq. Sen kelguningcha bitta voqea bo'ldi. Nima bo'ldi? Osmon yo'l bilan katta qilishganmiz deb deysan. Badriddinning ishlari ham yaxshi bo'lib ketdi, ko'tarilib ketdi. Xudoga shukr. Mashg'ullikni ko'tara olmayapti bu bola. O'zidan ketib qolgan. Obro'li bo'lgandan keyin yaqinlarni esdan chiqarib yuborish yaxshi emas-da. Unaqa orqasidan gapirma. Misol uchun men har kuni ko'rishyapman. Telefonlashib turibmiz. Telefon qilsang ko'taradimi? Ko'taradi telefonimni. Chaqirsang keladimi? Keladi. Aniqmi? Soat 2 bo'lyapti lekin. Voy, javob keladi. Chaqirchi. Mashinaga maraz o'rtoqlarning yonida yuzim yorug' qilganing uchun senga rahmat o'rtoq. Ey o'rtoqlarim, ha. Meni kimligimni o'zimdan so'rab qo'yishmabdi-da. Chunki o'zimni kimligimni mendan boshqasi yaxshi bilmaydi. O'rtoq, eriydigan joyim keldi. Soat 2 dan oshdi. Qattan topasan hozir ishlaydigan joyga. Mana, Olmax kiyim do'koni. 24/7 ishlaydi. Boshdan oyoq sarpa mendan. Tushib xolaganingni tanla o'rtoq. O'shancha cho'tga chaqiribsan? Ha, ketdi o'rtoq. Ket. Ey do'st, boringga shukr do'st, borliging yaxshi.